Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Hozir yana Savat yo'limdan keltirman, Savat tarafdan Qo'shko'pirga qarab borayotirman. Hozir bir narsani ko'rsatib o'tacakman. Shu bu yo'l, bu murojaatimiz Xudo xolasa yo'l idoradagilar bo'ladi. Bu yerda bir do'shlik paydo bo'lgandan mashina tashlab o'tsa ham sharmanda bo'ladi o'n. To'g'ri, diskasini ko'parib qoladi. Hozir shuni bir ko'rsatib o'taman. Bu yerda shu borayotirgan shu chap qo'limizda gazdara chiqadi hozir. Gazdaradan keyin ko'pira 7000 boshlanadi u. Yaman. Lekin dim yomon bo'lib to'shilgan. Shuni bir qaltak bilan Xudo xolasa chisti bo'ladi. Shuni bir boshına borib bir yarim yurtdoshimiz mashinani tashamasdan burun, shu diskasini ko'parmasdan burun shuni zo'tasizlar degan umiddaman. Ya'ni sho'pirlarning nomidan iltimos etib qolamiz. Shuni bir zo'tinglar. Uni bu yomoni biladigan odam bor, bilmaydigan odam bor. Bilmaydigan odam geçte tashlab o'tadi lekin aniq. Shuning uchun shuni bir boshına borib do'stingizlar yaxshi bo'lar edi. O'tib ketdik, hozir aylanamiz. Qo'shko'pirdan durib, shu Sputnikka boradigan yo'lda, shu mostda, shu Gazdara 7000 burun, bundaki ko'pirda bu yomon. Yana lekin bu döşükni uncha adam bilmaydi. Uzaktan gelse görünmeydi, bilmeydi. Karangıda ko'pchi bilmeydiler. Şöyle tashlab o'tishlari aniq. Hozir biz uzaktan gelip göremiz. Ana görünmeydi misal üçün. Aşı yamaç ana. Sizlerden iltimas, sizlerin vəzifələrinizə girət dep oylayman. Xudo xolasa izah tutub qalamız.